lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Semur sport kompleksi 34-maktabning oldida joylashgan. Zo'r lokatsiyadan zo'r narxga 6 metrli balkonlar bilan 2 xonali kvartira topib qo'ydim, qadrdonlar. Proyekt bilan tanishtirishni boshlayman. Hozirda 6 metrli balkonda o'tiribman. Pastlari kafel qilingan. Tashqi tomondan barcha trezalar almashtirilgan. Ruchkalarga e'tibor bering. Aqua Plus yaxshi trezalar qo'yganlar. Xo'p, oshxonani 6 metrli balkonga ko'chirganlar. Mana bu yerda ovqatlanish uchun zona qilsangiz bo'ladi. 57 metr kvadratdan iborat, plus 6 metrli balkoni ham bor. Bu yer esa uyning sanuzel xonasi pastdan tepasigacha kafel qilingan. Narxi zo'r, oxirida bo'ladi. Bu mehmonlar uchun zal. 4 etajli panelli domning 4-etajda joylashgan. Aboy qilingan gilamlar to'shalgan. Mana bu 32 talik televizorni ustanovka qilib beraman dedilar. Uyning ikkinchi xonasiga o'tamiz. Bu esa keyingina koridor qismi. Mana bu yerda prixoja mebellar qo'ysangiz bo'ladi. Bu esa ikkinchi xonasi, trezalari almashtirilgan. Ushbu faiz barokatli kvartiraga $32,000 so'rashmoqda. Yuraklarga qo'l cho'ysangiz, yana ozgina kelishadigan joy bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiraman, aloqaga chiqib kelaverasiz.